Assalomu alaykum kuzatib boruvchi obunachilar. Navbatda Belarus 80X texnikamiz va zo'r holatdagisidan chiqib qoldi. Sariq nomerda, sraz notariusda ishlaring bitadi. Sizlarga buni bir chekkadan obzorini qilib beraman. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hozir narxini aytaman, yana esdan chiqib qolmasin do'stlar. Yili 2013, narxi 125 million, ozmoz kam bor. Kelib talashib tortishib bemalol olaverasizlar. Xo'sh, hollari dozator bo'ladi. Motorlarda umuman ishi yo'q. Bir kaltga yuradi, stator akkumulyatorda. Gidromaslida gidrobochoklarimiz. Xo'sh, karabka zatimoslar umuman ochilmagan. Ko'rib turibsizlar holatni. Eng qiziq zo'r joyi 76 zavodskiy bartoy qo'yib qo'yishgan, kesib ulanmagan. Mana orqalaridan bartoylarda umuman yog'olmagan. Xudo xolasa ishlayman deb turgan texnikamiz. Yurgizib, ovozlarni minib ko'rsatib beraman. Orqa holatlari, balon holatlari ham mana xudo xolasa ikkilanib bo'lib turibdi. Nima deyapti texnikamiz? Mana shu holatda bo'ladi. Bir yurgizaylik aka buni. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida, Uychi qishlog'ida bu texnikamiz ishchi holatda turibdi. Hozir sizlarga ovozini eshitib bir ko'ramiz. Motorlari ham sanab turibdi. Tormozlari bitira sanchib turibdi. Viloyatdan ortiqcha umuman yoqmoy oqmagan. Kelib, talashib, tortishib, bemalol olaverasizlar savdosini qilib. Bittadan like'larni bosib, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar.